O'zimcha O'zbekistonga kelib, men ham blogerni yoqib oldim. Bugun sizlar bilan likkillab takoy blogerlari bilan takoy luxury dachaga boramiz. Kirishda bunaqa hashamatni ko'rib, og'zim tugur, ko'zim ochilib ketdi. Tishlay desam yoqam yo'q. O'zimcha Koreyada mazza qilib yashayapman deb o'ylabman, lekin O'zbekistonda undan ham zo'r joylar borligini esa bilmabman. Bu yerdachi qo'liz qichsa bowling xona, badaningiz qichsa tuzli xona, mabodo ko'zingiz qichib qolsa PlayStation xona ham bor ekan. Uni buni qo'ying, faqat ertaklarda emas, hayotda ham orzular amalga oshar ekan. O'sha men sevib kuzatgan chechenkani ko'radigan kun ham bor ekan. Lekin u hayotda juda ham band ekan. Pechenkalari uchun tinimsiz mehnat qilar ekan. Zato evaziga soqqani mazza qilib bosar ekan. Cho'miltirib qo'ysin deb ham niyat qilganmidingiz? Orqangizga chiqalatib Eng qizig'ini aytaymi, hayotda ham xuddi shunaqa samimiy ekan. Yana bitta faktni aniqladim. Chechenkani nafaqat hayotda dugonalari ko'ra olmas ekan, hattoki 2 metrli basseyn ham ko'ma olmas ekan. Bu yerda esa Kamola Oripovaga jahon chempionatidagi suzuvchilar ham suzib yeta olmas ekan. Uni buni qo'ying, siz bilgan Yoqimtoyxonni shu yerda ham kuf suf jon olaman deb bechora Dadik opani masaj qilib pulini olar ekan. Meni bir narsa hayratga qoldirdi. Hamma blogerlar ertalabgacha mafiya o'ynar ekan. Oxirida mafiyani bo'lsa, o'sha siz bilgan mama boss bo'lar ekan. Eng qizig'i, mafiyada o'lasizmi yo'qmi qizig'i yo'q ekan. Oxirida Zaza Collection'dan chiroyli kiyimlar sovg'aga kelar ekan. Adamning shashliklari dasturxonning ko'rki bo'lar ekan. Hamma shu cho'g'da o'zi uchun o'zi shashlik pishirar ekan. Xullas, bu yerda ko'rdingmi tepadan, uraverasan chekkadan degan gap ketar ekan. Sog' bo'lasizlar.